Bugungi globallashuv davrida til faqat adabiyot vositasi emas, balki xalqlarni bog'lovchi ko'prikdir. Adabiyot, madaniyat esa inson qalbini ochib, turli qarash va qadriyatlarni chuqurroq tushunishga xizmat qiladi. Huquq ana shu tushunchani mustahkamlab, adolat mezonlarini belgilaydi. Birinchi marta Amerikada, so'ng Samarqandda, endi esa Toshkentda o'tkazilayotgan Qalb diplomatiyasi xalqaro konferensiyasida yoshlarga kelgusidagi faoliyatlarda yuqoridagi uyg'unlik bilan ishlashlari tushuntirildi. Mana 3 kundan beri shu xalqaro konferensiyada qatnashyapman. Bugungi konferensiyada men bilgan narsam shuki, diplomatiya hayotida eng ko'p rol o'ynaydigan narsa bu insoniylikni tushunish, boshqa xalqlarni kulturasini tushunish hisoblanadi va eng muhimi ularning tilini bilish. Bu konferensiyada nima oldim? Ya'ni birinchi o'rinda yangi networking, Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan yosh yetakchilar, o'zimizga o'xshagan studentlar bilan muloqot olib bordim. Bu men uchun juda ham katta tajriba bo'ldi. Konferensiyaning oxirgi kunida ko'p tillilikning diplomatiyadagi ahamiyati, zamonaviy texnologiyalar, xususan sun'iy intellektning huquq tizimiga ta'siri, shuningdek tarixiy tajriba va bugungi integratsiya jarayonlari haqidagi bog'liqlik haqida fikrlar bildirildi. Mana shu 3 kun davomida mingga yaqin yoshlarimiz, talaba yoshlarimiz ishtirok etmoqda. Har xil, turli xil universitetlardan aynan o'sha xalqaro munosabatlar, diplomatiya, til, adabiyot va madaniyatlarga, turli xil madaniyatlarga qiziqishi bo'lgan yoshlarimiz ishtirok etmoqda. Bu konferensiya natijasida yoshlar o'zlariga kerakli bo'lgan xulosalarni, ya'ni xalqaro hamkorlik nega muhimligini, O'zbekistonni so'nggi yillarda faol tashqi siyosati nega muhimligini ham anglab yetishmoqda. Endilikda yuqoridagi sohalar bo'yicha ta'lim oluvchi yoki qiziquvchi o'zbekistonlik talabalar Amerikada tahsil olishlari mumkin. Sababi Baskervilli instituti hamda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ikki tomon o'rtasida talabalar almashinuvi ham yo'lga qo'yiladi. Mashhur Saydullayev, Abdumutal Jalolov, Muhammad Ali Mamajonov, Ovoza informatsion dasturi uchun.